Ba'zi otalar farzandlarining faqat aybu nuqsonlarini, xato kamchiliklarini ko'radilar. Ularni ha deb koyiyveradilar. Eng yomoni ularni o'z tengdoshlari, aka-ukalari, opa-singillari bilan solishtirib kamsitadilar. Natijada bola tushkunlikka tushib qoladi va uzoq vaqt davomida bu kayfiyatdan qutula olmaydi. Borib ular o'zida faqat yomonlikni ko'radigan bo'lib voyaga yetadilar. Aksar holatlarda bunday bolalar jamiyatga kerakli insonlar emas, balki jamiyatga katta xavf soladigan, qabih jinoyatlarni sodir etadigan jinoyatchi bo'lib ulg'ayadilar. Lekin shunday ota-onalar borki, farzandlaridagi xatolarni to'g'ri tushuntirib, yaxshi fazilatlarini esa hech qaysi bolada yo'qdek maqtab, his-hayajon bilan e'tirof etadilar. Natijada ham shunga yarasha ko'zni quvontiradigan bo'ladi. Chunki bola, ayniqsa o'g'il bola, otasini eng mukammal inson deb biladi. Uning xayolida qahramon siymosida otasidan boshqa odam gavdalanmaydi. Endi uning o'z qahramonidan, otasidan maqtov eshitadigan holatini tasavvur qilavering. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, odatda otasidan ko'p maqtov eshitadigan bolalarda yo'q qobiliyatlar ham shakllanib, rivojlanib ketar ekan. Lekin aksar hollarda biz ota-onalar bolalarni ko'p maqtash ularni erka, tantiq, yalqoq qilib qo'yadi degan fikrga suyanib ish ko'ramiz. Lekin hamma narsada bo'lgani kabi maqtovda ham me'yor bo'lsa, bu narsa tarbiyada juda yaxshi samara beradi. Keling, bu mavzuga hayotiy misollar orqali bir nazar solaylik.